Assalomu alaykum. Domofonga, monitoriga kamerani qanday qilib ulash mumkin? Mana shuni birma-bir video asosida ko'rib chiqamiz. Ketdik. Birinchi o'rinda translatsiyaga kirib, mana bu joyda mana bilsang doim bitta glasok, ya'ni vizitnoy turadi. Mana vizitnoy. Glavni domofon bilan chiqib turibdi. Qaranglar. Buni kamerani bosganda kamerada hech narsa yo'q. Ya'ni sozdod qilinmagan hali kamera. Endi kamera sozdod qilishdi ketma-ketligi. Birinchi o'rinda nastroyga kiramiz. Bu yerdan asosiy administrator nastroykasiga o'tamiz. Configuration. Bundan parol teramiz. Kirganimizdan keyin vizitnoy qo'shadigan joyga o'tamiz. Bu joydan tepada mana faqat vizitnoy turadi. Biz tepada plyusni bosib bu yerdan qo'shamiz. Qaranglar, mana shu joyga ahamiyat beringlar. Mana bu joyga kameraga nom beramiz. Misol uchun qanaqadir bitta nom. Misol uchun ko'cha deb yozdim. Endi pastga tushamiz. IP adresiga o'sha kamerani IP adresini yozishimiz kerak. Endi kamerani birinchi o'rinda o'zimiz aktivatsiya qilishimiz kerak. Telefondan yoki partnyordan aktivatsiya qilganimizdan keyin uni IP adresi bir xil bo'lishi kerak, ya'ni domofonniki bilan. Xo'p, ketdi. 192.168.100 bizni maskasi 100. Endi kameraning IP adresi 124. Ketdik. Pastda kanal degani bor, bu bir tursin. Mana shu joyga admin, ya'ni aktivatsiya qaysi login bilan qilingan bo'lsa, o'shani qilish kerak. Admin. Endi parolga aktivatsiyadagi parolni yozamiz. Kamerani aktivatsiya qilingandagi parolni yozamiz. Domofonnikini emas. Ketdi. Bu yerda OK yo'q, orqaga chiqib ketiladi. Bo'ldi, orqaga chiqildi. O'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana kamera qo'shildi. Mana ko'rib turibsizlar, translatsiyaga kirganlaringda domofon ya'ni turibdi. Yonida kamera bosganda yo'q edi. Mana ko'cha qo'shildi. Bosganimda mana kamerani chiqarib beryapti. Mana endi buni zapisini yo boshqa joyni ko'rmoqchi bo'lsalar, alohida telefondan ko'rishlaring kerak. Bo'ldi. Shu edi.